Assalomu alaykum. Bugun Photoshop darsida biz qanday qilib obyektga ziyon yetkazmagan holatda obyektimizdagi orqa fonni olishimiz mumkin. Mana bunday qilayotgan paytimizda fonga ziyon yetkazdirib qo'yishimiz mumkin. Shuni ko'rib chiqamiz. Demak, mana bu joyda qulf belgisini bitta bosamiz va bizda haligi sloy qismimiz ish faoliyatini boshladi. Sloy qismida mana korreksiya bo'limida sonchan o'ng tugmasini bosamizda svet tanlaymiz. Ya'ni svetda bizda kulrang turibgan ekan, biz oppoq qilamiz. Mana ko'rganingizdek oq rang tanlaymiz va OK ni bosamiz. Bosdik. Bosilganimizdan keyin zalivga o'sha svetni pastga tushirib qo'yamiz. Pastga tushiramizda va biz ishlamoqchi bo'lgan obyektni tanlaymiz. Mana obyekt tanlandi. Tanlangandan keyin o'chirgichga kiramizda, o'chirgichda esa qaychi belgichasini tanlaymiz. Mana fonovoy lastik deganini tanlaymiz. Bosamiz. Bosganimizdan keyin siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joy mana aniq mana shu o'rtadagisi turishi kerak. Ya'ni fonovoyda ishlashi. Endi ограничение beramiz. Hammasiga piksel bo'yicha ishlashga ruxsat beramiz va dopustimimiz esa 50% turishi kerak. Va mana boshladik. Qarang, o'chirishni boshladik. Biz obyektimizda qayerda qora bo'lsa, o'sha joyni sekin olishni boshladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qanotida ham qora ranglar bor edi. O'sha korreksiyasini tozalayapti, oqroq qilib. Mana bu joyda sichqonchani uzmagan holatda chizasiz. Atroflarini ham mana ozgina qoldi. Bo'ldi. Mana ko'rib turganingizdek, biz obyektni o'zini oldik. Endi qarang, bu yerda obyektimizni orqa fonini ko'rinmaydigan qo'ysak, mana ko'rdingizmi? Biz xohlagancha Ctrl T ni bosib, kichraytirib, ya'ni Shift bilan birgalikda kichraytirib, Shift bilan bemalol xohlagan joyimizga qo'yishimiz mumkin. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Sog' bo'lasizlar.